Kompozitsiya rasm chizish kontekstida bu asosiy badiiy usul bo'lib, aynan u orqali san'at asarining sifati, uning e'tiborni jalb qilish va tomoshabinga ta'sir o'tkazish qobiliyati baholanadi. Kompozitsiya rasmning tarkibiy elementlarini tartibga solishga va alohida turgan bo'laklardan butun, yangi narsani yaratishga yordam beradi. Oddiy qilib aytganda, kompozitsiya tufayli tomoshabinga u qarayotgan narsani tomosha qilish yoqimli bo'ladi. Kompozitsiyaning asosiy elementi badiiy obrazdir. Har qanday rasmning asosida g'oya yotadi. Rassom o'z xayolida nimanidir o'ylab topadi yoki uni qiziqtirib qo'ygan biror narsani ko'radi va uni tasvirlashni xohlaydi. Yaxshi esda qoladigan rasm yaratish uchun rassom badiiy obraz yaratadi. Badiiy obraz bu ijodkorning o'zini, o'z hissiyotini ifodalashi, obyektga va atrof muhitga bo'lgan shaxsiy qarashidir. Bu g'oyaning vizual talqinidir. Rassom g'oyani o'zidan, o'z shaxsiyati orqali o'tkazadi. Natijada g'oya rassomning hayotga qarashlari va didini o'z ichiga olgan bir shaklga ega bo'ladi. Masalan, agar ikki kishidan bir xil mavzuda nimanidir chizib berish so'ralsa, ularning ishlari deyarli bir xil bo'lmaydi. Har biri masalaga o'zicha yondashadi va natijada biz ikki xil badiiy obrazni olamiz. Aynan badiiy obraz bilan san'atning insonga chuqur estetik zavq bag'ishlash, unda go'zallik tuyg'usini uyg'otish qobiliyati bog'liq. Agar sizga kimningdir ijodi yoqsa, bu ijodkorning dunyoni his etish tarzi sizga yaqin ekanini anglatadi. Badiiy obraz yaratish uchun tasviriy vositalardan, forma, rang, faktura va hokazolardan foydalanadi. Ammo asosiy tasviriy vosita bu formadir. Bu yerda va keyingi o'rinlarda forma so'zi bilan uch o'lchamli jism emas, balki badiiy obraz rolini bajara oladigan nuqtalar, chiziqlar, dog'lar, siluetlar va hokazolarning har qanday uyg'unligi nazarda tutiladi. Formaning paydo bo'lishi nuqtadan boshlanadi. Nuqta harakatlanganda chiziq hosil bo'ladi. Chiziqning siljishi tekislikni yaratadi. Tekisliklarning uchrashuvi esa formani vujudga keltiradi. Konfiguratsiyaga qarab, chiziq va dog' tomoshabinga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar tomoshabinni ilintirmoqchi bo'lsangiz, u rasmga uzoqroq qarab tursin yoki unga yoqsin desangiz, badiiy obraz formasini yanada qiziqarli, chiroyli, jozibali, noodatiy qiling. Har bir forma u butun holda bo'ladimi yoki uning detallari bo'ladimi, kuzatuvchi tomonidan turlicha qabul qilinadi. Silueti sodda bo'lgan forma tezroq o'qiladi, murakkab forma esa uzoqroq. Ammo bunga yaratilgan obrazning chuqurligi bog'liq emas. Faqat badiiy obrazning mavjudligi rasmni san'at asari deb atash uchun hali yetarli emas. Kompozitsiyada garmoniya bo'lishi kerak. Garmoniya bu ishning butunligi va uyg'unligi hissi. Garmoniya bor bo'lsa, tasvirdagi barcha elementlar bir-biri bilan do'stona munosabatda bo'ladi va tasoddifiy yoki bir-biriga zid ko'rinmaydi. Oddiyroq aytganda, bu ko'z dam oladigan, hech narsa ko'zni kesmaydigan, hamma narsa o'z o'rnida bo'lgan holatdir. San'at asaridagi badiiy obraz garmoniya qonunlariga bo'ysunishi kerak. Garmoniyaning birinchi qonuni muvozanat. Inson har doim formalar muvozanatiga intiladi, chunki bu obyekt makon muhitda yashashda psixologik qulaylik va uyg'unlikni yaratadi. Muvozanat avvalo rasm tekisligida obyektlarning joylashuvida bo'lishi kerak. Bu maqsadga erishish uchun ba'zan simmetriyadan foydalanish mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan simmetriya turlari vertikal yoki gorizontal o'qli oynaviy simmetriya, markaziy va burchakli simmetriyadir. Bu tur ayniqsa tasdiqlovchi mavzular uchun juda qulay, chunki u ichki ikkilanishlarsiz tomoshabin e'tiborini tasvirlayotgan obyektga maksimal darajada jamlash imkonini beradi.
Yaxshi vizual muvozanat hissi amaliyot jarayonida shakllanadi. Ammo uning boshlang'ich asosi har bir insonda mavjud. Ikkinchi qonun: birlik va bo'ysunish. Birlik bu rasmning barcha alohida turgan qismlari birgalikda yagona va butun bir narsani yaratishi kerakligini belgilovchi qonundir. Bo'ysunish esa kompozitsiyadagi asosiy, dominant va ikkinchi darajali elementlar o'rtasidagi o'zaro munosabatdir. Ikkinchi darajali elementlar kompozitsiyaning asosiy elementidan ko'ra ko'proq e'tiborni o'ziga tortmasligi kerak. Kompozitsiyaning asosiy elementi joylashgan o'rin kompozitsion markaz deb ataladi. Kompozitsion markaz bu rasmning tomoshabin ideal holatda eng avvalo e'tibor qaratishi kerak bo'lgan qismidir. Kompozitsiyaning qolgan barcha qismlari unga bo'ysunishi lozim. Kompozitsion markaz mazmuniy yukni o'zida jamlaydi, asarning badiiy obrazini ifodalaydi va tomoshabinga psixologik ta'sir ko'rsatadi. Garmoniya qonunlariga javob beradigan kompozitsiyani yaratishda garmoniyalashtirish vositalari katta rol o'ynaydi. Ularga ritm, kontrast, nyuans va o'xshashlik, proporsiyalar va masshtab kiradi. Ular ishtirokisiz yaratilgan kompozitsiyalar mavjud emas. Ritm bu elementlar takrorlanishi, ularning almashinishidagi qonuniyatdir. Ritm oddiy bo'lishi mumkin. Bunda faqat bitta qonuniyat o'zgaradi: forma, rang, faktura yoki elementlar orasidagi masofa. Va murakkab bo'lishi mumkin. Bunda o'zgarishlar bir vaqtning o'zida bir nechta parametr bo'yicha sodir bo'ladi. Kontrast, nyuans va o'xshashlik bu muvozanatli, yagona va bo'ysunuvchi kompozitsiyani tashkil etishga yordam beradigan kompozitsion vositalardir. Ya'ni bularning hammasi barcha jihatlari bilan garmonik bo'lgan kompozitsiyani yaratishga xizmat qiladi. Agar kontrast tasviriy vositalar sifatlarining maksimal darajada o'zgarishi bo'lsa, nyuans minimal o'zgarishdir. O'xshashlik esa bu sifatlarning takrorlanishidir. Katta, kichik, qora, oq, sovuq, iliq kontrastlari kontrastlar olamining eng yorqin misollaridir. Ammo eng avvalo kontrastlarning barcha effektlari solishtirishga bog'liqdir. Masalan, uzun formalar qisqaroq formalarga nisbatan kontrastda bo'lsa, aslida boridan ham uzunroq ko'rinadi. Proporsiya bu qismlar va butunning o'lchamlari hamda ularning o'zaro nisbatlari bo'lib, ular asarning garmonik qabul qilinishini ta'minlaydi. Boshning yoki boshqa elementlarning proporsional nisbatlarini o'zgartirish eng yaxshi holatda karikatura yaratishi mumkin, eng yomon holatda esa tasvirni yoqimsiz garmoniyadan mahrum holga keltiradi. Masshtab bu ikki obyektning bir-biriga bo'lgan nisbatidir. Inson yaratgan barcha narsani u o'zi uchun va o'ziga moslab yaratadi. Shuning uchun ham san'at asarlari bilan faqat kitoblar va boshqa nashrlardagi illyustratsiyalar orqali tanishib, ularni jonli holatda ko'rganimizda biz hayratga tushamiz. Bunday taassurotning sabablaridan biri asarning masshtabi, ya'ni uning tomoshabinga bo'lgan nisbati. Noto'g'ri tanlangan masshtab inson qabul qilishi uchun haddan tashqari og'ir bo'lib chiqishi, asarning butunligini, proporsionalligini va badiiy ahamiyatini buzishi mumkin. Masshtab proportsiyalash tizimlarini savodli qo'llash orqali erishiladi. Formani alohida detallarga ajratish orqali uni yanada nozik, yanada ayollarga xos tarzda qabul qilinadigan qilish mumkin. Aksincha, uni yiriklashtirib, mayda ataylab kiritilgan va kichaytirilgan elementlar bilan taqqoslash, ya'ni kontrastdan foydalanish orqali yanada monumentallik hissini beruvchi, ahamiyati yuqori bo'lgan forma yaratish mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan garmoniyalashtirish vositalaridan tashqari, insonning qabul qilish xususiyatini va tekislikning o'zini ham hisobga olish kerak. Masalan, format, ma'lum balandlik va kenglikdagi tekislik o'ziga xos jihatlarga ega bo'lib, u bizga ta'sir qiladi. Yana bir misol, bu bizning ko'zimiz. Ko'zimiz tekislikning yuqori qismini ortiqcha
pastki qismini esa yetarlicha baholamaydi. Shuning uchun har qanday shakl markaziy joyda ekanligini ko'rsatish uchun biroz yuqoriga surilishi kerak. Yana bir misol formatning o'z kuch nuqtalari bilan bog'liq. Bu tekislikda kompozitsiyaning markazini joylashtirish qulay bo'lgan joylar. Bu formatning markazi uchdan birlar qoidasi bo'yicha chiziqlar kesishgan nuqtalardan biri yoki oltin kesim tarmog'idagi nuqta bo'lishi mumkin. Balki formatning diagonallari bo'ylab joylashgan bo'lishi ham mumkin. Kompozitsiya turidan qat'iy nazar, uni garmoniya qonunlari asosida yaratish uchun garmoniya vositalaridan foydalanish va tasviriy vositalarni qo'llash zarur. Ammo shu bilan birga ta'kidlash kerakki, garmoniya qonunlari xuddi san'atdagi har qanday qoidalar kabi buzilishi mumkin. Agar siz buni ongli ravishda yaxshiroq natijaga erishish maqsadida qilsangiz, eksperimentlar qilishda, mos kelmaydigan narsalarni birlashtirishda yoki noodatiy narsalarni yaratishda hech qanday yomonlik yo'q. Eng muhimi, siz maqsadingizga erishdingizmi va yo'l davomida yuzaga kelgan muammolarni hal qila oldingizmi?